Mana rolni xuddi shunaqa qilib qimirlatganda ham chiqyapti. Daqada qo'lga tushganda umuman vahimali ovoz chiqyapti, bor. Egasi qo'rqib ketibdi. Xullas, Onyx trekerlarda 100 ming kilometr yaqinlashganda yurgan kilometr. Rulovoydan xuddi shunaqa ovoz chiqib qolyapti hozirgi kunda. Mana shu vahimali ovozni oddiy oson yo'l bilan uy sharoitida qanday to'g'irlashni o'rgataman. Siz ungacha videoga like bosib, albatta Onyx treker haydashni tanishingizga jo'natmang. Foydali video bo'ladi. 11 galopkali xuddi shunaqa kulch bo'lsa oson bo'ladi ancha. Pedallar orqasini qarasangiz, mana shu bolt bor mana. Xuddi shu bolt detonatsiyada ko'p yurganlik hisobiga bo'shab ketadi. Mana hozir ovozini eshitamiz. Mana. Mana shu boltni yaxshilab qattiq qilib qatirishimiz kerak. Uzunchalik bo'shamagan, lekin shu ham bilintiradi. Xudo xolasa, umuman ovoz degan narsa qolmadi. Bu videoda albatta Onyx treker haydashni tanishingizga jo'natib qo'ying.